Assalomu alaykum hammaga. O'tgan safar biz semi-static data structures queue stack DQ bilan ko'rib chiqdik. Bugun esa darsimiz dynamic data structures dan linked list ni ko'rib chiqamiz va oxirida assignment bajaramiz. Linked list nima edi o'zi? Linked list array ga o'xshashi mumkin, lekin unday emas. Array static bo'ladi va bitta joyda qotgan bo'ladi. Linked list bo'lsa memoryda har xil joyda sochib yoziladi va u bitta fixed size ga ega emas. Ya'ni qo'shsangiz qo'shaverasiz, tugamaydi. Chunki u memoryda har xil joyda joylashadi. Qanaqa? Linked listimiz odatda bizda tugunlardan iborat bo'lib, u poyezdga o'xshaydi. Mana. Xuddiki mana bunaqa bir-biriga ulangan pointerlar orqali ulangan linked listga o'xshaydi. Visual anaqada bizda tugunlarda linked listda info bilan ptr, ya'ni pointer saqlanadi. Ya'ni bu undan keyingi keladigan elementni memory adresini ko'rsatib turadi. Tugunlarda saqlanadi. Bu ikkita qismdan iborat: info filter va memory ni ko'rsatib turadigan pointerlardan iborat. Memoryda qanaqa sochib yoziladi desak, mana misol manba qismini oladigan bo'lsak, arraylar qanaqa yoziladi? Arraylar aytaylik bunda to'g'rimi? Aytaylik bizda arraylar misol bu yerga 1 yozilsin, bu yerga ikkinchi element, bu yerga 4-element, bu yerga 8-element, bu yerga 9-element yoziladi. Ketma-ket yoziladi. To'g'rimi elementlarimiz? Linked listlarda bo'lsa elementlarimizni misol biz o'xshatdik, buni nimaga o'xshatdik? Poyezdga o'xshatdik. Poyezdda siz yurish uchun misol boshki vagondan to oxirgi vagonga borgunizcha har bittasini yurib o'tkazish kerak. Har bittasidan kirib chiqish kerak, to'g'rimi? Linked list shunga o'xshaydi. Shunaqa memory allocation degani memoryda sochilib yozib tashlanadi. Har bittasini memory adreslariga murojaat qilib keyingisiga o'tamiz. Mana aytaylik poyezd vagonlarini aytaylik 1 2 3 4 5 har xil joyda yozilgan, to'g'rimi? Unga borish uchun biz memory adreslardan foydalanamiz. Memory adreslar. Misol memory adreslar odatda 0x bilan boshlanadi. Misol aytadigan bo'lsak, xuddi shunaqa. Mana bizda memory adres bor, oddiy. Aytaylik, mana x nimadir? Bu mana ikkinchi vagonning adresi bo'lsin. Shu ikkinchi vagonning adresi bo'lsin bu. Ikkinchi vagonniki bo'lsin. To'g'rimi? Biz birinchi vagonni ikkinchi vagongalar uchun shu memory adresdan foydalanib baqa qo'ysa, ikkinchisiga yetib olamiz. Qanaqa? Xo'sh. Aytaylik mana bu yerga borish uchun memory adresdan foydalandik. Shu joyda turganini o'zini memory adresi bo'ladi. Mana bu ikkinchi vagon degani yoki 2v yoki qanaqadir date yozilgani bu info filterda bo'ladi bu yerda. Xo'sh. Endi bu ikkinchi vagonni 3-vagonga ulaymiz. Ana ulashlar mana har xil joyda bo'lyapti. Mana buni bunga ulaymiz. 4-vagon bu yerda. Har xil ketma-ket kelgani yo'q. Mana 5-vagon 6-vagonga ulanyapti. Mana har xil joyda kelganligi uchun biz ularning memory adreslariga murojaat qilyapmiz. Memory adres taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi yoki mana to'liq ko'rinishi. Har xil joylarda joylashgan va uni memorylariga murojaat qilib bir-biriga ulab chiqamiz. Linked listda structureimiz qanaqa tuzilgan? Linked listda structureimiz xo'p, bu yerda masalan head va hozir head va last, ya'ni lst boshi, last bu oxiri. Qanaqa? Head bu birinchi elementni ko'rsatib turadi. Birinchi element emas, birinchi linked listdagi birinchi eng boshlanuvchi, ya'ni head, tail, bosh va dum yoki boshi va oxiri desa ham bo'ladi. Head point qilib turadi birinchi elementni adresiga. Birinchi elementning taxminan adresi shu bo'lsin. Shu bo'lib turgan bo'lsin. Shu bo'lib turgan bo'lsin va bu shu adresga murojaat qilib turadi va bu yerda uni infosi turgan bo'ladi. Va bundan keyin u ulanib ketaveradi. Birinchi vagon, ikkinchi vagon deylik, mana shunaqa. Odatda bo'ladi, tugunlardan iborat bo'ladi. Mana biz aytdik, bu umumiy linked list ekan. Shu umumiysi. Xo'sh, qanaqa tuziladi bular? Info filter bo'ladi va next filter bo'ladi. Next filterda nimani ko'rsatib turadi? Next filterda mana shu
o'zidan keyingi kelayotgan tugundagini qayerda joylashganini memory adresini ko'rsatadi. Misol next nimani ko'rsatadi? Next mana manba memory adresini ko'rsatadi. Mana shu memory adresini ko'rsatadi. Yoki osonroq qilib aytadigan bo'lsa, next o'zida x 0,128 bo'lsa, shuni saqlab turadi bu yerda. Va bu ham mana buni saqlab turadi. Mana bu ham manba tugundagini memory adresini saqlab turadi. Shunaqa bo'lib turadi. Mana shunaqa ketaveradi mana. Next buni saqlaydi. Birinchi o'zini infosi, keyin next'ti. Mana keyin oxirida biz oxirgi elementga kelamiz. Va bu next'ti none'ni ko'rsatadi. Chunki bundan keyin keladigan narsasi yo'q bo'lganligi uchun biz uni last deb atadik. Last element deb atadik. Boshidagisi shu birinchi boshlanadigan linked listni boshidagisini ko'rsatadi. Va yaxshilab aniq qilsak, mana head odatda bizda point qilib turadiganni bo'sh bo'lsa, biz buni none deb ataymiz. Ya'ni last'i ham, boshi ham, oxiri ham yo'q. Hech narsa yo'qni biz none deb ataymiz. Xo'sh, endi biz to'g'ridan-to'g'ri class implementationga o'tib ketsak ham bo'ladi. Ozmi tushundik. Xo'p, node'ni yasab olishimiz uchun bizga nima kerak edi? Info kerak edi. Mana biz node yasamoqchimiz, bizga qanaqadir x kerak. O'sha x bu infosi deylik. Va memory allocation o'zi avtomatik bo'ladi. Xo'sh, next'ga none yozamiz, chunki bundan keyin hech qanaqa kelmayapti hech nima. Xo'p, class node shunaqa, linked listni esa mana boshi, ya'ni head'i birinchi bo'lib none ga teng bo'ladi. Chunki biz template yozyapmiz. Yangi yaratsak, keyin o'shani biz birorta joydagi memory adresga tenglab olsak bo'ladi. Va last'ni ham, ya'ni tail'ni ham 0 ga tenglaymiz va birinchi size, initial size 0 ga teng bo'ladi. Undan keyin biz qo'shishimiz kerak bo'lgan funksiyonlar yozishimiz append, ya'ni yangi linked list qo'shish, tugun qo'shish linked listga va birinchisi linked listni boshiga qo'shish bor, undan keyin oxiridagi va boshidagi elementni delete qilish. Buning uchun biz traversal algoritmdan foydalanamiz. Traverse nima degani? Traverse degani o'zi aylanib chiqish degani. Traverse nima degani? Traverse boshidan oxirigacha xuddi loop singari, lekin har bittasiga murojaat qilib aylanib chiqiladi. Okay, mana birinchi bunga kirasiz, keyin pointer bilan ikkinchi vagonga bora olasiz, keyin buni tekshirasiz, keyin bunga kirasiz, bunda aylanib chiqish shu traverse deyiladi. Xo'sh. Keyin print search size is empty degan funksiyani ham yozib qo'yamiz va advancedda esa admit, ya'ni boshidan o'rtasidan qo'shish va o'rtasidan ayirish, ya'ni biz xohlayotgan birorta elementli nodni delete qilishni funksiyonini yozib chiqamiz. Qani endi boshladik. Xo'sh, tayyor yozib qo'yganmiz. Node yozdik bu yerda. Self x node yaratish x bilan kiriladi va infosiga o'sha kiritilgan birorta value x ni yoziladi. Next fieldga esa none yoziladi. Linked list boshlaymiz. Linked list structure'da qanaqa bo'ladi? Xo'sh, bu head hisoblanadi. Headimiz boshida ko'rsatilganimizdek mana bunaqa none, mana bo'sh. Shuni yozyapmiz hozir. Bu head. Headni lst deb olyapmiz. Head bu lst. Ya'ni lst bu o'sha birinchi elementga point qilib turiladigan pointer birinchisiga. Endi bu last elementi. Last bu eng oxiridagi yoki dum desak ham bo'ladi. Tail. Eng oxiri. Bu size. Har bitta qo'shganimizda size'ni bittaga update qilib olaveramiz. Endi yangi node qo'shmoqchimiz. Xo'p, yangi node qo'shish uchun biz new node, yangi node olib kelamiz va uni
nima qilamiz? Node klassimizdan yangi node yasab olamiz. Yangi node yasaganimizda buni info filtr va next filtr bo'ladi. Xo'sh, o'sha birorta element bilan aytaylik, mana yangi node yasayapmiz bu yerda. Yangi node yasadik, uni info filtrda misol 66 degan son bor. Biz o'shani yangi node yasadik va bu memory adresga borib 256 x0 256 li memory adresga borib tushdi. Bizda bu new node hozircha. Next filter esa none. Xo'sh, undan keyin nima qilinadi? Yangi nodeni yasadik, undan keyin esa biz uni linked listga qo'shishimiz kerak. Biz birinchi bo'lib doimo check qilishimiz kerak bo'lgan narsa linked list, biz xohlayotgan linked list bo'shmi, bo'sh emasmi? Ya'ni manba headimiz bo'shni ko'rsatib turmayaptimi? Shuni check qilamiz. Agar bo'shni ko'rsatib turgan bo'lsa, unda shu joyga borib o'zimiz yangi linked list quramiz. Yangi node linked listni boshidan boshlaymiz. Tasavvur qiling, none ko'rsatib turibdi, ya'ni hech nima yo'q, bo'sh. Unda borib turib o'sha linked listimizni boshi ham, oxiri ham o'sha yangi nodening o'zi bo'ladi. Yangi nodimiz 66 edi, to'g'rimi? Buni boshi ham, oxiri ham endi o'zi bo'lyapti. Bu yoqda bo'lsa next yozamiz. Next ham none deb. Next none ga teng bo'ladi mana. Endi bu nimani bo'lib turadi? Dalolati bu linked listimizda faqat bitta bor, shuning uchun head ham, last ham faqat shuni ko'rsatib turibdi. Head ham, last ham shu elementimizni ko'rsatib turibdi. Xo'sh. Bo'ldi, endi biz yangi nodni qo'shib keldik. Agar empty bo'lgan holatida bu qachon ishlaydi? Bu qachon empty bo'lsa, bo'sh bo'lsa, umuman hech nima, ya'ni mana point hech nimani ko'rsatmayotgan bo'lsa, xo'sh, bu yoqqa qaytarganmiz. Ikkinchi holatda bizda tasavvur qilaylik, linked listimiz bor. Faqat endi biz yangi element qo'shmoqchimiz. Yangi element qo'shsak, uni eng oxiridan qo'shamiz. Endi qanaqa qo'shamiz? Bu new node-ni olib kelamizda, yaqinroq olib kelamiz. Xo'p, eng oxirgi elementimizning next nimani ko'rsatayotganda? None. Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan ish lastimiz navbat seli, oxirida turgan odam oxir bo'ladi, yangi odam kelsa o'sha eng oxir bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa buni update bo'ladi. Next filtrimizga manba yangi new node ni adresini yozishimiz kerak. Ya'ni buni olib tashlaymiz va bu next filtrimizga buni ham olib tashlaylik. Mana bu x0256 ni yozib qo'yishimiz kerak. Olib borib turib, bu yoqqa yozib qo'ysak, keyin buni ko'rsatib turadi. Keyin mana bu none nima bo'ladi? None yo'q bo'lib ketadi. None ni yo'qotib yuboramiz. Keyin mana buni esa new node ni eng oxirgi element qilib back o'tkazib qo'yamiz. Last bunda turadi, to'g'rimi? Endi bu last emas-ku, bu oxirdan bitta oldingisi. Endi lastni bu yoqqa o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi bizga. Lastimiz esa endi bunga teng. Eng oxir qo'shgan new nodimizga teng. Shunaqa qilib mana biz endi yangi nodimizni qo'sha oldik. Yangi nod shunaqa oxirdan qo'shdi. Endi buni biz yozib chiqsak, eng oxirini keyingisiga o'tamiz. Eng oxirgisini keyingisiga o'tib, uni new nodega tenglaymiz. Undan keyin bizda eng oxirgisi mana bu edi, to'g'rimi? Haligida bu edi. Endi shu lastni bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz. Shuni yozamiz. Endi eng oxirgisi bo'lsa, eng oxirgisini new nodening o'ziga tenglab qo'yamiz. Tushunarli bo'ldi degan umidaman. Yangiga qo'shdik. Endi buni size-ni bittaga ko'paytirib qo'yamiz. Bo'ldi. Biz ishimiz bitti. Size-ni oshiramiz. Eng oxirgisini mana bu head, boshi ham, oxiri ham shu. Eng oxirgisini mana eng oxirgisiga new node qilib qo'yamiz. Bu o'sha yangisini qo'shish. Bo'ldi. Shu bilan biz ishimiz bitadi.
Endi keyingi yozishimiz kerak bo'lgan function nima ekan? Add forced edi adashmasam. Add forced birinchisiga qo'sh. Hozir append doim oxirga qo'shadi. Doim oxirga qo'shadi. Oxirga qo'shadi bu. Endi biz yozishimiz kerak def add force yozishimiz kerak. Ya'ni linked listni boshiga qo'shamiz. Haligida oxirida qo'shuvdi, endi boshiga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi buni hozir yozib ko'ramiz. Okay, qarang, ketdik. Xo'p, birinchi nazariyada ko'radigan bo'lsak, logikasini tushunaylik. Bizda linked listni boshini ko'rsatib turgan head bor. Bu head nimaga point qilib turibdi? Eng birinchisiga point qilib turibdi, ya'ni manba memory addressga point qilib turibdi. Buni aytaylik, haligida biz yangi node yasadik. Mana bunaqa yangi node yasadik. Xuddi o'shani kopiya qilib olaylik bu yoqqa. Xo'sh, bizda yangi node bor. Bu nodimiz bu yerda tursin. Misol aytaylik, bu yerda tursin. Endi buni boshqa songa o'zgartiramiz. Misol olma deb qo'yaylik. Mevalar emas. Misol qo'shimcha yangi vagon, 49-vagon deylik. Poyezdimiz dedi, to'g'rimi? Poyezd 49-shoshilinch vagon qo'shilyapti. Endi shuni qo'shmoqchimiz faqat boshiga. Ya'ni boshiga buni qo'shib qo'ymoqchimiz. Bu bizning new nodeimiz. Lekin bizda head bor. Linked listimizga point qilib turgan. Xo'sh, qanaqa qo'shamiz unda? Qilishimiz kerak bo'lgan ish shundan iboratki, new nodeimizni olib kelamizda, bizda mana bu adres bor-ku headda. Shuni yangi nodemizni next fieldiga manba adresi yozamiz. Ya'ni next fieldiga shu adresni olib kelib yozib qo'yamiz. Xo'sh, bunday kopiya qilamiz. Mana buni kopiya qilib qo'ydik, olib kelib yozdik. Kattalash ketdi. Shuni olib kelib yozib qo'ydik. Mana, olib kelib yozib qo'ydik. Next fieldida shu memory address ko'rsatib turibdi. Osonroq qilib qo'ydik. Mana shu adres ko'rsatib turibdi va bu birinchi element. Bu birinchi element. Shuni ko'rsatib turibdi. Olib kelib buni qo'yib qo'yamizda, keyin qiladigan ishimiz head endi ikkinchi elementni ko'rsatib qolyapti-ku. Headni bu elementni ko'rsatgan qo'yamiz. Ya'ni yangi kelgan elementimiz endi birinchida turibdi va headni bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz. Headimiz endi buni ko'rish kerak bo'lgan bo'ladi. Va buni olib kelib mana head endi bu elementni ko'rsatyapti. Endi shuni yozamiz. Qanaqa yozamiz? Yana yangi node yaratamiz. New node qilib yangi o'sha 49-vagonni olib kelyapmiz. 49-vagonni qo'shyapmiz. Endi yana tekshiramiz. G'irt o'sha narsani yozamiz. Agarda hech nimaga teng bo'lmasa, bu qolib ketibdi. O'sha haligida aytganimdek yangi nodeni olib kelamiz. Hech nimaga teng bo'lmasa, boshi ham o'sha linked listni birinchi elementi bo'ladi. Xuddi o'sha logika, hech nima bo'lmasa, head ham last ham o'sha bo'lib qolaveradi. Olib kiramiz. Self lst ni nanga tenglaymiz. Self last ni ham, ya'ni oxirni ham nanga tenglaymiz. Nanga nima? New node ga. O'sha yangi olib kelayotgan new nodemizga tenglaymiz. Shu agar unaqa bo'lmasa, boshiga eng birinchisiga new nodemizni keyingisiga yozamiz dedik biz. Ya'ni new nodening nextiga mana bu birinchida turganni adresini atila qisqartirib qo'ydim, o'zi bunaqa emas. Mana shuni yozsak, keyin bu pointer fieldi buni ko'rsatyapti. U holatda boshida qilgan ishimizda buni nextda buni ko'rsatyapti, headda ham pointeri bunda qarab turibdi. Keyin biz hozircha shu joyga keldik. Ya'ni new node nextda self lst, ya'ni birinchisini ko'rsatyapti. Endi head ham buni ko'rsatyapti-da. Head ham ikkalovi ham buni ko'rsatyapti, lekin head doim birinchida turgan ko'rish kerak. Endi headni baqa o'tkazib qo'yishimiz kerak. Bu baqa o'tkazishimiz kodi self lst new node. Ya'ni self lst endi new node ni ko'rsatadi. Ya'ni headimiz endi eng yangi qo'shilgan nodemizni ko'rsatadi va new nodemiz eng yangi
eng yangi qo'shilgan birinchisi bo'lib qoladi va yana size'imizni oshirib qo'yamiz. Birga oshirib qo'yamiz. Bo'ldi. Head new node ga o'tadi. Mana. Endi bu yoqda nima bo'lyapti? New node birinchi elementga ulanyapti. Bo'ldi. Xo'sh. Biroz cho'zilishi mumkin, chunki class katta. Agar advancedlarini chopsanglar bo'ladi, advanced functions bo'ladi orada, keyin undan keyin assignment bo'ladi. Xo'sh, bizda endi remove functionlarga o'tamiz. Birinchisini remove qilishni o'tsak, ya'ni birinchi elementni remove qilish. Yaxshilab qaraymiz. Xo'p, agarda bizni listimiz empty bo'ladigan bo'lsa, ya'ni headimiz hech nima ko'rsatmayotgan bo'lsa, none qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni hech nimani biz udalik qila olmaymiz. Tasavvur qiling, mana bu yerda hech nima yo'q. Empty bo'lsa, biz nimani udalik qilamiz? Delete qilsa ham baribir none qaytaradi. Shuning uchun agar remove force bo'lsa, bizda yo'q, none qaytaramiz. Else case scenario da bo'lsa, hop, current headimiz, current node'imizni ushlaymiz. Current node'imiz boshida eng birinchisiga tenglaymiz, chunki biz traverse qilamiz, ya'ni ketma-ketiga o'tib olmaymiz. Mana bu current bor-ku, eng birinchisini olamiz, current qilib, chunki o'chirib olamiz buni. Keyin bo'lsa keyingi elementga o'tib olamiz. Xo'sh, nima qilyapman? Current qilib yoki current emas, buni temporary qo'ysanglar ham bo'ladi. Men qilayotgan ishim shundan iboratki, mana bizda headimizda nima turibdi? Mana bu turgan bo'lsa, hozir bu yerda yozdik, biz add first ni yozdik. Mana bu function nomini yozib qo'ydik. Add first ni yozdik. Endi hozir biz pastdan remove force ni yozyapmiz. Remove force. Adashmadimmi? Shuna. Remove force. Remove force ni yozyapmiz. Bu yerda nima qilamiz? Haligina qo'shilgan yangi nodimizni o'chirmoqchimiz. Shunaqa qilmoqchimiz. Yangi nodimizni biz hozir nomlab olyapmiz. Shunaqa nom bilan buni current deb nomlab olyapmiz. Mana buni. Eng birinchida turganimizni current deb nomlab olyapmiz. Undan keyin esa buni next ga o'tib olyapmiz. Hozir biz endi bu yoqda turibmiz. Endi ya'ni headimiz nima bo'lyapti? Headimizni back'a o'tkazib qo'yamiz. Chunki bizning maqsadimiz remove force. Mana bu birinchida turgan elementni delete qilish, remove qilish. Shunda biz headimizni bu yoqqa o'tkazib olishimiz self lst next. Ya'ni keyingi elementga o'tkazib olamiz va current elementni delete qilamiz. Undan keyin o'tamizda delete current element. Birinchisini o'chiriladi. Mana bo'ldi. Keyingi yana bitta chek qo'yishimiz kerak bo'lgan holat nima bo'ladi? Agar biz aytaylik, mana bu holat turibdi. Yana bitta shundan mana bu narsa turgan bo'lsa, bizda faqatgina linked listimiz bitta tugundan iborat. Endi biz faqat bitta-ku, birinchisini o'chirmoqchimiz. Birinchisini o'chirsak nima bo'ladi? O'chirsak none qaytarib qo'yishimiz kerak. Ya'ni o'chirsak bosh ham, oxirini ham nonga tenglashtirib qo'yishimiz kerak, chunki tugunimizni o'chirib oryapmiz. Shuning uchun yozib qo'yamiz self lst agarda o'chirilgandan keyin nonga teng bo'lib qolsa, buni oxirini ham nonga tenglab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan keyin size'ini bittaga kamaytiramiz. Endi last ni ham yozib qo'yaylik. Uncha farq qilmasa kerak. Qani pop bilan pop shunda oxirgi elementni o'chiramiz. Xuddi shu, faqat endi oxiridan qilamiz.
O'sha chek qilamiz. U listimiz linked list bu. Linked listimiz empty emasmi? Agar empty bo'lsa nan qaytaramiz, chunki biz delete qilsak baribir nan qaytaradi. Va current deb yozayotganim odatda faqat tugunga tegishli va o'tib boraveradi u. Mana aytaylik, birinchi sizdan boshlaymiz va nima qilishimiz kerak? Qilishimiz kerak bo'lgan ish qachonki self lst oxiriga mana qarang, agar endi men bitta chek qilgan narsamizni birinchi bu yerdan qilamiz. Endi haliginday g'irt o'sha narsa faqat bitta bo'lsa, o'chirib yuborishda yana o'sha narsani qilamiz. O'chirib yuboramizda nan qilib qo'yamiz. Xo'p, agarda bizda bosh ham, oxir ham nima deydi, bir-biriga teng bo'lsa, ya'ni faqatgina bitta tugunimiz bo'lsa, mana bizdagi mana bu holatda boshi ham, oxiri ham bitta narsani ko'rsatib. Shunda nima bo'ladi? Kiramizda o'sha currentni o'chirib olamiz. Ya'ni kiramizda mana bu narsani o'chirib olamiz. Chiqib bo'ladi, o'chirib olamiz. Hozir kerak menga o'chirib olamiz, hech nima qolmaydi. Shunda undan keyin bir headni ham oxiridagi elementni ham nanga tenglab qo'yamiz. Va bo'ldi. Shu bilan bundan chiqib ketamiz. Return qilib olamiz, bo'ldi. Ya'ni buni ham, ikkalovini ham nanga tenglab qo'yamiz. Bu ham nanga teng bo'ladi. Bundan tursin, qaytardik. Xo'p. Endi desired narsa, ya'ni biz eng oxiridagini o'chirmoqchimiz. Aynan shuni o'chirmoqchimiz. O'chirish nima degani edi o'zi? Shunchaki pointer roq qo'ysak bo'ldi edi. Haligina men bitta pointer olish esdan chiqib qoldi mana. Xo'sh. Eng oxiridagini o'chirmoqchimiz. Mana men buni o'chirish uchun nima qilamiz? Mana bu pointer olib tashlashimiz kerak. Bu pointer olib tashlash uchun o'sha haligina qilgan ishimizni shunchaki teskarisini qilishimiz kerak. Qo'shdik-ku. Biz bu yerda nima qilgandik? Haliginda add last qildik, to'g'rimi? Adashmasam. Add last function qildik. Add last functionda olib kelib, mana bu pointerni ko'rsatib, mana bu memoryni ko'rsatib, keyin lastni baqa o'tkazgandik. Endi xuddi shunga teskari ish qilamiz. Endi remove last qilamiz. O'chirib tashlaymiz. Xo'sh. U qanaqa amalga oshiriladi? Endi bizda lastni ko'rsatib turibdi. Last nimani ko'rsatib turibdi? Mana bu element new node ni ko'rsatib turibdi. Endi biz traverse qilib har bitta elementdan olib borib oxiriga yetmaguncha, ya'ni oxirgi elementga kelmagunimizcha loop ochib olamiz va mamsga kelganda to'xtaymiz. Bu yoqqa kelgandan keyin biz bitta yangi o'zgaruvchi yaratib, buni alohida bitta yangi variable ochib o'shanga tenglashtirib qo'yamizda, next fieldini nan qilib, keyin lastni baqa o'tkazib qo'yishimiz kerak. Hozirgi biz qilishimiz kerak bo'lgan shu. Nextni nanga tenglashtirib qo'yishim kerak. Shunda meni ishim bitgan bo'ladi va men buni olib tashlasam bo'ladi. Shu ishni qilmoqchiman hozir men. Qani ketdim deb. Shuni yozamiz. Endi while deyman. Current'im nima deydi? Current'im hozir men bitta. Hozir men bitta. O'chirib yubordim-ku haliginda. Node butun mana. Current'im hozir bu yoqda. Current next field'da qachonki oxirgi elementga teng bo'lmaguncha yuraveraman. Ya'ni currentni o'tkazaman, nextga olib boraman va current'im shu-ku, to'g'rimi? Endi current next bilan yuramanda men. Current next deyman. Baqa o'taman. Mana bu current next'im eng oxirini ko'rsatyaptimi? Yo'q, unda o'taman. Yana o'taman. Yo'q, u o'tishim qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'sha keyingisi o'tishim bittalab o'sha next fieldini olib ketaveraman. Ya'ni current next oxirini ko'rsatyaptimi? Yo'qmi? Yana bu yoqqa boraman, oxirini ko'rsatyaptimi? Yo'q, o'taman. Oxirini ko'rsatyaptimi? Yo'q, o'taman. O'tiraman. Mana eng oxirida mana bu yerga kelyapman. Endi haliginda men bu oxirgisini ko'rsatib turadi. Hali oldingi holatiga qaytsak, mana last turibdi. Bu last ko'rsatibdi. Mana last ko'rsatib turibdi, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Xo'sh. Mana men ko'rsatib turadi, last ko'rsatib turadi.
Next'im endi bu yoqqa kelganimdan keyin bu memory adresi. Xo'sh, current'nim next'i eng oxirini ko'rsatibdi-ku. Mana last bu mana shu oxirgi element-ku, to'g'rimi? Shuni ko'rsatgan bo'lsa, mana bu yerda men to'xt deyman. Mana shu to'xta deyman o'zimga o'zim. Shu yerda mana bo'ldi. File loop'imni to'xtataman. O'sha kelmaguncha bo'ldi. Undan keyin nima qilaman? Undan keyin qiladigan ishim eng oxirgi element. Misol, eng oxirgi elementim nima? Eng oxirgi elementim shu lastda turgan nodim, to'g'rimi? Endi buni anaqa olaman. Bizda new node bor edi. Shu new nodimni men hozir last deb turursin new node turursin. Buni men aytyapman hozir last node deb aytib olyapman. Last node deb aytib olay. Chunki buni delete qilmoqchiman. Yo'qotib qo'ymoqchi emasman last'ni. Endi keyin nima qilaman? Current'ni next'ni none qilaman. Ya'ni haligida qilmoqchi bo'lgan ishim none qildim. Endi men pointer olib tashlayman. Bu buni ko'rsatmayapti, lekin last element buni ko'rsatyapti. Endi keyin qilishim kerak bo'lgan ish last'ni paqqa o'tkazib qo'yishim kerak. Nima qilaman? Shuni o'taman-da. Endi eng oxiri last turib current'ga qilaman. Ya'ni current'im mana bu turibdi-yu. Current'im next buni ko'rsatibdi. Current'im bo'lsa mana bu shu elementning o'zi. Bu memory adresi bo'lsa, menda current aynan shuni o'zi. Ya'ni mana bu narsani o'zi menda current. Shu narsani o'zida olib kelib, mana bu last'ni baqa bundoq qo'yib qo'yapman. Bo'ldi. Pointer baqa ketyapti уже. Bo'ldi shu. Endi last elementim shu bo'ldi. Endi shu xo'sh. Endi bundan keyin delete qilishim qoldi. Oxirini tenglab qo'ydim. Endi last node, ya'ni men buni delete qilishim kerak. Last node'im bo'lmadi. Shu bo'ldi. Delete qo'yaman. Bo'ldi. Unda menga kerak emas u. Endi last node'ni delete qilsam bo'ldi. Shu bilan keyin yana size'ini bitta kamaytirib qo'yaman. Chunki delete qilyapman. Bu bilan bizni asosiy linked list uchun kerak bo'ladigan knowledge tugadi. Bu yog'i qo'shimcha o'zingiz yozsangiz, search qilib shu function yozilsa bo'ladi yoki va bundan tashqari sinab ko'ring, def admit yozing. Yangi birorta element qo'shmoqchimiz, uni x turgan joyga, misol 5-vagondan keyin 6-vagon qo'shmoqchiman. Lekin mana 5-vagondan keyin 49-vagon qo'shmoqchiman 6 bilan 5-ning orasiga va keyin qaqda o'sha yangi qo'shmoqchi bo'lganim bo'ladi. Mana shuni sinab ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz. Xo'p, keyin remove mid. Bu ham xuddi shunaqa o'rtasidan olib kelib uni delete qilish. Buni yozib ko'rsangiz bo'ladi. Shu asosan qilinishi kerak bo'lgan ishlar shulardir. Hozir buni ham yozib beraman, lekin hozir bizda asosiy narsa assignment. Lekin bu ham kerak bo'ladi. Tezda yozib tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, bundan to'xtatib o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'ladi. Qani unda ketdik, biz yozishni boshlaymiz. Search qilayotganda birinchi albatta doim hozir logikasini tushuntiraman. Qayerda? Bu yerda. Aytaylik. Bizda search qilyapmiz. Mana manba 0234 nechinchi bir 3-vagon deylik. 3-vagon. 3-vagonni qidiryapmiz. 3-vagon qilish uchun men bittalarga kirib chiqaman-da. Keyin men bu kelganimda topdim deyman, bo'ldi, qaytaraman. Shu. Bunda qanaqa qaytaraman? Chunki menda admit bilan remove midda kerak edi. 2-vagon bilan 3-vagon qaytaraman. Oldingisi va hozirgisi. Topgan vagonim bilan undan oldingisini qaytarishim kerak bo'ladi searchda. Xo'p, tezda yozib o'tib ketamiz.
biz previous deb turib ikkalovini ham birinchi turgan elementga tenglashtiraman. Keyin current. Undan keyin bizda o'sha currentim nam bo'lmaguncha, ya'ni oxirga bormaguncha men tekshirib chiqishim kerak va kiritilayotgan aytaylik o'sha 3-vagonni qidiryapman. 3-vagonni men infolar ichidan topmagunimcha topsam, keyin undan oldingisi va undan keyingisi, ya'ni currentni qaytaraman. Aytganimdek, misol x menda 3-vagon topsam, 3-vagon topsam oldingisi bilan qaytaradi. Qaytaradi. Bo'ldi. Shu. Nima bo'ladi? Unaqa bo'lmasa, qaytarmasa o'sha keyingisiga o'tib ketaveradi. Previous'im currentga, current'im bo'lsa, undan keyingisiga teng bo'laveradi. Ya'ni traverse qilamiz. Bunda previous'ni hozirgiga current node deyman. Current node'ga aylantirman. Currentni bo'lsa, currentni keyingisiga o'tkazaman. Currentni to the next. Bo'ldi. Topolmasam bo'ldi, xato. Endi admit, birinchi admit qilib qo'ya qolamiz. Keyin remove mid. Xo'sh, admitda o'rtasiga qo'shmoqsiz, aytaylik, siz mana men bitta qani mana bu 4-vagon, to'g'rimi? Mana bu 4-vagon. 4-vagon. Xo'sh. Kelasiz, 49-vagonni olib kelasizda, men bu 4-vagon bilan 3-vagon orasiga qo'shmoqsiz. Aynan o'shda kerak. Ya'ni 49-vagon aytaylik oshxona. 3-vagon bilan 4-vagon orasiga oshxonali vagonni qo'shmoqsiz. Buni qanaqa qilasiz? K bu o'sha siz qo'shmoqchi bo'lgan vagon. X bo'lsa qaysi vagondan keyin qo'shmoqsiz? Aynan 3 dan keyin. X bu qaysi nodedan keyin qo'shishlik uchun. K bo'lsa ayni qo'shilmoqchi bo'lgan node. Xo'sh. Endi o'tamiz. Yangi node yasaymiz. Node K bilan node yasaymiz. Keyin bu yoqdan qaytayotgan narsa previous va current bo'lib qaytadi. Shuning uchun ikkita variable olamiz yana. Current va previous. Xo'p. O'sha qaytadi, bo'ldi. Endi source'dan qaytganini olamiz biz. X ga borib qaytarib olamiz. Ya'ni X bu aytaylik o'sha 3-vagon, to'g'rimi? 3-vagonni borib qaytaradi. Nima deydi? O'zi va undan keyingisini qaytarib oladi. Bo'ldi shu. 3 va 4-vagon qaytarib oladi. O'sha 4-vagondan oldin qo'shmoqchi bo'lganim. Xo'sh. Nima qilaman? Undan keyin agarda currentim nam bo'lsa return qilib qo'yaman. Ya'ni hech nima qaytmagan bo'lsa. Ya'ni bunaqa bo'lmasa, topilmasa, currentim misol 4-vagonni topa olmasam, bo'ldi. Men uni qaytaraman. Endi men temporary bitta node yasab olaman, temporary qilib, ya'ni hozirgi men qo'shmoqchi bo'lganim 3-vagon-ku, undan keyingisi ga o'tib olaman. Ya'ni currentim 3-vagon bo'lsa, undan keyin bitta yangi variable qo'shib qo'yaman. Temp qilib va currentni next'ini. Xo'sh, x o'sha aytganimizda 3-vagon deylik, 3-vagondan keyin qo'shmoqchiman. O'sha currentim hozir menda 3 dan keyingi qo'shmoqchi bo'lganim uchun bitta o'sha temporary node yasab olaman. Endi currentimni next'ini bo'lsa o'zini esa new node ga tenglashtiraman. Va undan keyin new node ni next'ini bo'lsa
ani boshida turdi-ku, 3-vagondan keyin 4-vagon. Misol aytaylik, mana bu 3-vagondan keyin 4-vagon. Ya'ni qo'shmoqchi bo'lgan, ya'ni x dan keyingi nodni temporary'ga saqlab olaman. Mana visualda ko'rsatgan bo'lsam, mana bunaqa narsa turgan bo'lsa, mana turibdi, to'g'rimi? Men mana pointerini olib kelib, men baqa ko'rsataman. Xuddi pointer qilib endi buni bu yoqqa olib boraman. Qora qilaylik. Mana bu yoqqa olib kelyapman, keyin baqa qo'yyapman. Hozir shuni yozyapman. Ya'ni new node'im birinchi temporary saqlab olganim, men buni saqlab olyapman temp qilib 4-vagondan. Keyin men bu new node'imni olib kelib qo'shib qo'yaman. 3-vagondan keyin new node'ni olib kelib qo'shib qo'yaman. Bo'ldi. Keyin new node'ni next fieldiga men buni 0234 yozib qo'yaman. Qani mana 234 yozib qo'yaman. Bo'ldi shu. Hozir yozib qo'yaman, bo'ldi. Shu bilan tugaydi. Va agar yozib qo'yishim kerak bo'lgan holati last node bo'lsa, agar last o'sha aytaylik oxirgi vagonim menda necha edi? Oxirgi vagon 5. 5 dan keyin bitta qo'shmoqchi bo'lsam, prosta shuni next fieldiga yozib qo'ysam bo'ldi. Uncha qiyin joy yo'q va bo'ldi. Lastni keyingisiga o'sha new nodeni yozib qo'yaman. Bo'ldi, tamom. Keyin size'ini bitta ko'paytiraman. Def remove me buni ham yozib qo'yaylik. Bitta shu qolib chekir o'zi. Xo'sh. Xuddi o'sha yozimman o'sha mayli. Remove. Xo'p, xuddi o'sha qaytarib olamiz. Endi bunda yangi node yasamaymiz, shunchaki source'dan biza qaysini endi xuddi shu narsani delete qilmoqchi bo'laylik. 3-vagondan keyingi turgan nodeni delete qilmoqchi bo'laylik. Xo'sh, source'dan qaytarib olamiz o'sha misol 3-vagondan keyingisi. Agarda bizda nan qaytsa, ya'ni 3-vagon topolmasa, bo'ldi. Nan bo'lib qaytib ketadi. Agarda bizni delete qilmoqchi bo'lganimiz birinchi node bo'ladigan bo'lsa, ya'ni eng birinchisi bir-biriga to'g'ri kelib qolsa, birinchi elementni delete qilish functionini chaqirib olamiz, bo'ldi. Bizda remove force'da kirmagan, kirib yozib qo'ygan ekanmiz, o'chirib olamiz, chunki shart emas. Hech nima kirishi. Keyin shunchaki return qilib chiqib ketamiz. Undan keyin biz previous ni next ga current next, ya'ni previous ni next current next. Xo'p, previous next current next ga teng bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan tugaydi emas. Xo'p, ya'ni o'tkazaveramiz. Undan keyin mana nima qilyapman? Men buni next-ga currentni next, ya'ni bu men delete qilmoqchiman-ku. Buni next fieldiga men buni next fieldiga yozib qo'yaman. Ya'ni men buni bu yoqqa borib yozib qo'yaman. Shunda men bu o'yindan chiqib ketadi. Keyin buni men delete qilsam bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan tamom bo'ladi. Bo'ldi shu. Bu tursin, bo'ldi. Vizualizatsiya uchun tursin. Bu delete bo'ldi. Men bu pointer baqa ko'chadi yana. Oldingi safardagidek baqa ko'chadi. Bo'ldi, shu bilan tugaydi. Keyin agar biz delete qilmoqchi bo'lganimiz oxiri bo'ladigan bo'lsa, buni ham check qilib qo'yamiz. Self last deyman. Last preview. Ya'ni last pointerni oldingi pointerga mana oxiri bo'lsa, men buni delete qilaman deb bu yoqqa pointerini bu yoqqa qilib qo'yaman. Lastni keyin bunga o'tkazib qo'yaman. Shu bilan bo'ldi. Keyin o'sha currentni delete qilsam bo'ldi, menda tugaydi. Va size'ini bittaga kamaytirib qo'yaman. Xo'sh, bu
class implementation edi. Assignmentga keyin o'tamiz, bo'ldi. Davom etamiz. Print qilish qolib ketibdi. Bitta shu, keyin zadaniyaga task o'tsak bo'ladi. Hop, print qilayotganimizda yana o'shanga tekshiramiz. Empty emasmi? Xo'sh. Empty bo'lsa nam qaytaramiz. Bo'lmasa bittalab print qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Current timiz bizda lst ga teng va qachonki u oxiriga bormaguncha, ya'ni currentimiz deganim current elementimiz oxiriga yetib bormaguncha biz uni print qilishimiz kerak. Ya'ni traverse qilib har bittasini print qilib chiqamiz. Infosini print qilamizda, keyin undan keyin mana qilib qo'yamiz. Ulanganligini bilish uchun har marta bitta qatorda bo'lish kerak. Shunga end qilib qo'ysak ketma-ket chiqaradi va currentni keyingisiga o'tkazib qo'yamiz har safar. Undan keyin print qilib bitta joy tashlaymiz va shu bilan print yoziladi. Endi bir ishlatib ko'rsak biz functionimizni. Mana buni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'sh, size bekorga self I yozmadik-ku, to'g'rimi? Bizda o'sha I bor edi, o'shani qaytarsa size bo'ladi. Empty'ligiga tekshirish. Haragingda empty deb yotibman. Bu o'sha boshidagi mana lst yo'q bo'lsa, o'sha nan qaytarishi. Men shunchaki nan deb aytyapman, uni o'rniga empty deyapman, bilmadim. To'g'risi. Xo'sh. Endi sinab ko'raylik. Misol yangi birorta trial deylik-da, bitta linked list yasaylik. Trial degan. Endi trialga append qilaylik. Misol bir append qilaylik. Xo'sh, bunaqadan qayta qilamiz. 2, keyingisida 3. Mayli 13. Mayli 3. Keyin misol 14. Misol 56. Bo'ldi. Endi misol 6 qo'shaylik. Endi buni print qilib ko'raylik. Trial print. Let's go and print it. Okay, 1 2 3 14 56 6 tane. Yaxshi. Bo'ldi. Endi add force-ni ham sinab ko'raylik. Bizdagi nima edi? Bizda birinchisimiz 1 edi. 1 oldiga misol string qo'shib ko'raylik. Qani string nimadir? Yo'q, o'xshamadi. O'xshadi. Biz print qilmadik shunchaki. Mana print qilib qo'yaylik. Ikkinchi holatimizda nimadir birinchi bo'lyapti va u birdan oldin kelyapti. Olasizlar, endi yana buni oldiga bitta qo'shib turib, nimadir emasda, aynan son qo'shinglar, son 45 degan son qo'shib qo'ysanglar. 45 keyin nimadir kelish kerak. 45 nimadir mana kelyapti. Misol tariqasida edi bu. Endi birinchisini delete qilmoqchiman. Shunchaki hech nima kiritmayman. Remove force berib yuborsam o'zi 45 ni delete qilib yuborish kerak bo'ladi. Yana print esdan chiqyapti. Ana 45 bu holatda delete bo'ldi. Ishlatib ko'raman. Endi oxirini delete qilib ko'ray. Oxiri menda nima edi? Oxiriga ham berishim shart emas nima? Xo'sh, oxiri bizda 6 ekan. 6 ni delete qilib yuboradi. Yana print esdan chiqyapti. Xo'sh, remove last ko'raylik. Remove lastda menimcha yana x berib qo'yganman. Bu xato, chunki kerak emas, menga foydalanmaganman. Trial print. Okay. Now it should work. Yeah, mana 4-holatda 6 delete bo'lyapti.
Xo'p, bu ishlayapti, zo'r ishlayapti. Endi biz taskga o'tsak bo'ladi. Taskimiz nimadan iborat? Bu bonus emas, bu required. Umuman olganda practice task, assignment bu. Assignment 3 adashmasam. Xo'p, bizga ikkita linked list beriladi. Bosh va Philip productlari concerns emas, menimcha. Products are given. Xo'p, ikkalovida bor bir xil produktlarni biz list qilib olishimiz kerak. Philips o'sha ikkita kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot nomlarini tashkil topgan ikkita bog'langan ro'yxat berilgan. Har ikkala firma tomonidan ishlab chiqarilgan bir xil mahsulotlarni topishimiz kerak. Misol bo'lishi mumkin-ku, ikkalovi ham TV ishlab chiqarishi mumkin. Lekin bittasi fridge ishlab chiqaradi-da, bittasi TV ishlab chiqaradi. Keyin misol dazmol ishlab chiqaradi, lekin fridge ishlab chiqarmaydi. Farq qilishi mumkin. O'sha TV ni biz bir-biriga ulashimiz kerak. Qanaqa? Mana misol bizda ikki xil mana tayyora bo'ladigan bo'lsa, boshi yozib olaylik. Bosh. Boshni produktlari bu bo'lsa, oti nima edi? Philipsmi? Philips ekan. Philips produktlari bu. Xo'sh. Endi bizdagi bir xil ma'lumotlarni topib olib, uni 3-linked listga yasashimiz kerak. Keyin uni biz rezultatda chiqarib ko'rsatib berishimiz kerak. Xo'p, qani ketdi unda. Xo'sh, nima qilishimiz kerak hozir? Men bundan yana bitta ko'pay qo'yaylik. Xo'sh, bizda ikkita bor, to'g'rimi? Pastga qilganim yaxshi shekilli. Hamdiki. Mana. Bu endi merged bo'ladi, merged list bo'ladi. Namdaroq ko'rinsa yaxshi bo'ladi. Xo'sh, bizda bosh bor. Bunda birorta produktlar bo'lsa, yana nima produktlar bo'lishi mumkin? Har xil narsalar bo'lishi mumkin. Elektron choynak yoki nima deydi? Misol soch quritadigan fendermidi? Fen bo'lsa, bu nima ishlab chiqaradi? Misol Philips nima ishlab chiqaradi? Philips aytaylik coffee maker ishlab chiqaradi. Anaqa bo'lib qoldi. Mana. Coffee maker ishlab chiqaradi. Ishqilib mana o'zining infolari bor, yana bo'lsa qo'shib ketaveramiz, uni farqi yo'q. Ikkalovida bor narsalarni biz baqa o'tkazishimiz kerak. Ikkalovida bor narsalar aytaylik, misol TV va termos. Bunda yana nimadir bo'lsin. Boshqa narsa qo'shib qo'yamiz. Skоворodka misol. Skоворodka. Mayli, nima bo'lsa ham. Misolda ishlab chiqaradi mana shunaqa narsalarni. TV bir xil, termos bir xil. Termos bor, TV bor. Shu ikkalovini mana bu yerga yangi bizni linked list yashashimiz kerak. Men bu yerga shunchaki buni misol tariqasida o'tkazib qo'ydim. Biz bu yerda o'zimiz yangi yaratishimiz kerak. Ya'ni qanaqa bo'lishi kerak bu? TV, termos va hokazo. Ya'ni bo'lsa chiqaveradi bu. O'zimiz yasaveramiz ham hozir. Shunchaki bu misol tariqasida edi. Endi shuni mana ikkitasi bir xil bor edi. Mana bu 3-linked list yashashimiz kerak biza. Shu vizualizatsiyasi, endi biz uni kodini yozishimiz kerak. Bizda talab qilinadigan narsa, biz linked list yaratganmiz o'zimizni klassimizni, lekin bitta narsa borki, tashqaridan kelib turib publicly bo'la olmaydi. Biz buni getter setter orqali xuddi Javaga o'xshab o'zimiz alohida yaratib qo'yishimiz kerak. Buning uchun o'zgartirib chiqamiz. Bu yerga tegmayman, undan ko'ra yangi bitta fayl ochaman-da, o'shanda yangichasini qilib qo'yaman. Linked list linked encrypt deb qo'yaman. .py. Encrypt. Xo'sh, bundagi hamma narsani olamiz. Yo'ldan boshlab xuddi o'sha narsalar faqat qo'yamiz. Endi faqat getter setter yozib chiqamiz bu holatida.
Xo'p, node'ga getter yozib chiqamiz bittalab. Node ichida, ya'ni infosini olish uchun get info yozamiz. Birinchi Pythonda ikkita qo'ysanglar, u private qilib qo'yadi. Xo'sh, private qilib qo'ydi. Endi datamizni biz, xo'p, info filtrini olishimiz uchun biz return self.info qilamiz. Endi biz olmoqchi bo'lganimiz get next ni olmoqchimiz. Next ni olish uchun return self.next. Bu ham bitta. Endi set next kerak bo'lmaydi katta ehtimol. Ikkinchi holatda yechsanglar agar unda kerak bo'lib qolishi mumkin. Menimcha foydalanmaymiz, lekin katta ehtimol. Mayli yozib qo'ying. Xatga self next. Keyin buni next node'ga tenglashtirib qo'yaman. Endi bu yog'ini o'zgartirganimizdan keyin bu yog'iga ham ta'sir qiladi, albatta. Endi pastdan o'sha o'zgartiriladigan joylarini hozir o'zgartirib chiqamiz. Ya'ni set next qayerda ishlatiladi? Yangi next, ya'ni yangi node yaratganimizda appendda ishlatamiz uni. Va pastga tushib ketibman. Mana appendda self last next timiz ishlamayapti endi. Shundoq olib kelamizda bunda next qilib turib new node berib yuborsak, o'zi o'zgartirishi bor. Shuning uchun men boshida birinchi oddiysini yozdim, keyin bu yerda mana public private ni almashtirib yozib chiqaman. Endi yangi qo'yayotganimizda shunaqa qilamiz. Endi set next qilib qo'yamiz. Masalan, else da ham endi bu yerda next ga set next beramiz. Logika shu, faqat publicdan privatizationga o'tib oldik. Xo'p, yana qayta o'zgartiramiz. Getterda ham o'zgartiramiz albatta. Ya'ni bu yerda mana misol men bitta biz get next ni olamiz. Next ni olyapti shunda. Xo'sh, endi undan keyin print emas. Xo'p, remove'da current'da bu next ni ololmasligi sababli get next ni ishlatamiz. Get next. Bu yog'i ham get next qo'lsizdan chiqib qolmasin. Va set next, bu yerda next ni qo'yayotganimiz uchun set next deymizda none qilib qo'ysak ichiga o'zi yaxshi ketayotgan ekan o'zi. Mana bo'ldi. Mana infoga tegmaymiz. Xo'p, add mid search. Search'imizda get info bilan get next o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Oqarib turganlarni bilsangiz bo'ldi. Mana get info ni o'zgartiring. Bundoq qo'ying. Get next bo'ldi. Xo'p, bu yerda admitda biza keyingi sini qo'yayotganligimiz sababli get next, bu yerda set next va buni ichiga new node qilib qo'ysak bo'ldi. Ozgina o'zgartirib chiqishlar kerak bo'ladi baribir. Next ni o'zida bo'lsa endi set next bo'ladi yana. Chunki qo'yamiz-ku. Biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin, keyin albatta tushunib qolasiz. Xo'p, mana endi previousga yana set next qilamiz. Set next qilib turib current get next ni yozamiz. Xo'p, bu yerda get next yozamiz. Set next ni ichiga berishimiz sababli biz endi buni ichiga tiqib qo'yishimiz kerak. Mana. Bo'ldi, shu bilan menimcha printda o'zgartirish kerakmas. Xo'sh. Printda ham o'zgartirish kerak. Get info adashman. Get next. What the? This is, I guess, working. This should work. Okay, trial 22 turib linked list yasab ko'raylik bitta.
Men buni olib qo'ya qolaman. Okay. Mana qilgan. Bizda hozir trial 22 edi. Trial qo'ya qolay. İşlermikan? Hani? Hop, ishlayapti. Bu bino edi, bo'ldi. Demak, bizda bu ishlayapti. Endi zadaniyaga o'tsak bo'ladi. Bosh bilib deb ochib olaman. Hop, men ikkita birinchi men import qilib olaman. Men buni import qilaman. Bundan linked encryptdan linked listni import qilaman. Linked list bo'ldi. Men shuni ishlataman. Hop, bosh uchun bitta alohida linked list ochib olaman. Okay deyman. Keyin Philip uchun bitta alohida ochib olaman. Philips linked lists. Okay. Endi xohlasanglar bittalab berib chiqsanglar bo'ladi. Mana bunday qilib bittalab ma'lumot kirib chiqsanglar bo'ladi. Xohlasanglar menga o'xshab anaqa qilsanglar bo'ladi. List ochib olinglar. Listda ma'lumotlar bo'ladi. Ma'lumotlarni bittalab keyin anaqa chiqib chiqiladi. Linked listga bittalab qo'shib chiqiladi. Xo'sh, aytsa mana nimalar bo'lsin? Aytaylik, bosh produktlarida kir mashina bo'lsin. Keyin dirillatadigan drill mashina bo'lsin. Dir qilib, keyin aytaylik dishwasher, ana idish tovoq yuvadigan bilmadim tarjimasini. Yana nima? Elektron choynak bo'lishi mumkin, termos bo'lishi mumkin, boshqa misol choynak deb qo'ya qolaylik. Choynak ham zo'r. Elektron termos bo'lishi mumkin yoki bu yerda misol fridge deb qo'yaman men. Ko'proq narsa yozaylik. Termos yozmadim hali. Termos. Mana bu yerda bitta TV ham bo'lsin. TV. Endi Philipni produktlariga o'tamiz. Philip production deb qo'yman. Products. Bunda nima bo'lsin? Xo'sh, bunda ham shunaqaroq o'xshashlari bo'lish kerak baribir. Faqat endi nima qilamiz? Bunda misol bo'lsin, skоворodka bo'lsin. Tovadirmi nimadir. Ana fan bo'lsin, soch quritadigan. Yana nima bo'lsin? Elektron termos, choynak. O'xshashlari bo'lish kerak. Alohida misol o'xshamaydiganlaridan coffee maker qilamiz. O'xshashlaridan ketdi mana choynak bo'lsin. Kir mashina bo'lsin. Lampa qo'shaylik. Mana buni atalab kichkinaroq qildim. Bizda kir mashina o'xshash, choynak o'xshash. Mayli. Yana bitta qo'shamiz, termos qo'shamiz. Shular o'xshash. Endi alohida biz buni bizda Philips Bosch'dan linked list yashab olganmiz. Endi shuni aniq qilishimiz kerak. Har bitta productga kirib chiqamiz. Har bitta product, ya'ni Bosch ichidagi har bitta productni olaman va uni Bosch mana linked list ku. Mana shu Bosch mana manba bundan chiqitamiz. Xo'sh, manbitta ekan. Manbitta o'sha linked listim bor-ku. Yo'q deb tasavvur qiling. Men uni bittalab itemdan bundoq kirib, qo'shib chiqaman. Shunaqa deymiz. Yasab olamizda o'sha linked listni. Qo'shib chiqamiz. Bizda append metodi bor edi, to'g'rimi? To'g'ri ketaman. Append prod bo'ldi. Xuddi shu narsani endi Philip produktlarida qilamiz. Har bitta product uchun in Philips products
productsmidi? Ya'ni men bu har bitta productni olaman-da, o'sha Philipsni linked listiga qo'shib chiqaman. Add force emas, append qilib chiqaman. Product. Endi tasavvur qiling, bizda o'sha mana bu narsa yaratildi. Endi function yozishimiz kerak. Xohlasangiz mana ko'rsak bo'ladi, nima bo'shni produktlarni print qila olamiz. Hozir biz bo'shnikini ko'ramiz. Qani ketdi. Yo, bu boshqa narsani chiqaryapti bu. Haligida ichkarida yozib qo'yganim bor edi, shuning uchun print o'chirib qo'yarkanman. Xo'sh, bo'shni produktlari mana kir mashina, drill machine ketma-ket qo'shilgan. Qanaqa qiladigan bo'lsak, endi ajratib qo'y mana print Bosch deb turib mana. Endi print shunchaki bilish uchun Philips, right? Endi Philips dot print produktlarni chiqarib beradi mana. Ko'rishimiz mumkin mana. Endi mana shu bir xillarini kir mashina bu yoqda, choyni bor ekan. Keyin nima bor? Termiz bor ekan. Shunchaligini alohida bitta yangi linked list qilishimiz kerak. Merge same products degan function yozamiz. Bu yoqga ikkita kalla kiritamiz. Endi o'sha ikkita listida, linked listda. Nima head 2 deb olganman. Xo'sh, nima qilamiz? Buni ichida yangi linked list yaratamiz, ya'ni bizda o'sha mana bu ikkalovi yaratildi. Mana bu yangi linked listni buni ichida yaratamiz, ya'ni merged list deb qo'yaman men buni. Merged list deyman-da, yangi linked list yarataman. Ana, bo'ldi. Keyin o'tdim. Undan keyin current one, ya'ni current one bu meni bo'shimi kallasiga teng. Ya'ni bo'shimi birinchi head bor-ku, o'sha ham bo'sh bo'lib kiradi. Endi undan keyin meni hozirgi qilmoqchi bo'lgan implementatsiyam shundan iboratki, nima qilmoqchiman men? Qilmoqchi bo'lgan ishim hozir to'g'rilab qo'ya qo'yaylik. Kir mashina bo'lsa, kir mashina deylik menimizga. Kir mashina. Kir mashina. Endi kir emas, lekin normal mashina. Kir mashina, to'g'rimi? Olamiz. Kir mashina. Kir mashina. Keyin TV termiz bor rostdan. Faqat ketma-ketligi buzilgan biroz. Mayli, unisini farqi yo'q hozircha menga. Dazmol qolib ketibdi. Mayli, mana shunaqa qo'ya qo'yaylik ketma-ketligini. TV bor, to'g'rimi? Termiz bor. TV bor, termiz bor. Keyin nima bor? Dazmol bor ekan. Men buni dazmol qilaman. Dazmol. Keyin fen bor ekan baxtli. Endi bizda fen yo'q, bizda anaqa bor. Mayli, bu yoqqa fen yozaman. Bu yerda ham fen bo'laversin. Termiz, free choynak bor ekan. Termiz. Endi free job tashadim. Bizda skоворodka bor. Skоворodka. Silmash debadi. Mana shu bor. Endi undan keyin bizda mayli, buni olib tashlaymiz. Choynak bormi? Choynak bor. Choynak bor. Coffee maker bor, TV bor. Coffee maker bor. Shu ish qilib bordi. Ko'pini yozib o'tirib kelmayapti mana. Meni qilmoqchi bo'lgan ishim shuki, men bu kir mashinani olaman, bu yoqdan bittasini olib olaman-da, mana shu bitta nodni olib turib, keyin bittalama yurib chiqmoqchiman. Nima qilmoqchiman? Birinchi men menga solishtiraman. Kir mashina bilan bu bir xilmi? Xo'p, hozir xato bo'lib qopti bu yoqda biroz. Xo'p, menimizga yana bitta qo'shaylik. Mana. Xo'p, bu misol kir mashina.
kirmashina to'g'rimi? Yana bitta shundan qilib qo'y, bu mayli fen bo'lsin. Okay. Men qilmoqchi bo'lgan ishim shuki, men bu kirmashinani olib yoki men bu bitta birinchisini olaman-ku, mana shu kirmashinani olmoqchiman. Kirmashinani bu bilan solishtirmoqchiman. Keyin bu bilan solishtirib, next'ini ushab olib ketib, keyin to'g'ri kelsa qo'ymoqchiman. Shu meni hozir logikam, ya'ni bitta elementni olaman A dan, keyin B ga solishtiraman. Bo'shdan bitta produktni olaman, keyin solishtiraman. To'g'ri kelib qolsa oxirida mana bordim, misol kirmashin mamta deylik, to'g'ri kelib qoldi. O'shani produktini olib bu yerga tiqaman. Men TV bor ekan, TVni olaylik. Misol TVni mana aylantirib chiqaman. TV mos kelmadi, next go, TV mos kelmadi, next go, mos kelmadi. Bu yerga keldi, mos keldi. TVni olib kelib baqa qo'yib qo'yganman. Ya'ni mergetga. Shu hozir narsani biz implementatsiya qilamiz. Hop, tezroq tugashga harakat qilaman. Hop, qani. Bizda current one bor. Endi current one ham bu o'sha mayli osonroq bo'lish uchun B qo'yib, B'ni produkti qancha bo'lsa o'shancha aylantirib chiqaman. Ya'ni B'ni produkti tugamaguncha. B deganim B. B'ni produktini olaman, bittasini olaman. Keyin har safar yangitdan qilaman-da. Mana misol men aytayotgan narsa bitta buni oldimmi, bittalab aylantirib chiqaman, boshidan aylantirib chiqaman. Keyin TVni olsam, yana boshidan aylantirib chiqaman. Bitta olaman-da, shu mamada nechta bo'lsa hammasiga solishtirib chiqishim kerak. Shu narsa bo'lyapti. Har safar ikkinchisi boshidan boshlaganligim uchun kiraman, bitta produkti uchun har doim menda Philips produkti, Philipsniki doim boshidan boshlanishi kerak. Ya'ni H2 bo'lib kiradi-ku u. Keyin endi o'sha Philips bo'yicha aylantiraman. Philips produkti bo'yicha aylantiraman. Philips bo'yicha aylantiraman. Agarda bo'shni produkti, men buni to'g'risi mana yozib qo'ya qolay. Bosch. Philips. Bosch. Biroz uzun, lekin yaxshiroq qo'llanmaga ega bo'ladi odam. Yo'q, oldingiz yaxshi ekan. Okay. Ya'ni tushundinglar o'zi, to'g'rimi? B'ni produkti, ya'ni endi men nima qilaman? Olaman. Agar o'sha men bo'shi produktlari bo'yicha loop ochib oldim, ya'ni men bitta nechta bor? 1 2 3 4 5 deylik. 5 marta aylanadi. Men bitta nechta bo'lsa aylanaveradi. Bittasini oladi. Bittasi tugagandan keyin men bu aylanib chiqib topsa, keyin yana bu yoqqa qaytib keladi. Ya'ni 5 marta umumiy katta loop bo'ladi. U 5 ta loop ichida men bitta yana nechta men bu size nechta bo'lsa o'shancha loop bo'ladi. Shuning uchun bu zo'r usul ifodalansa. Xo'sh. Endi bo'shi produktini infosini olaman. Agarda o'sha Philips produkti bilan mos kelsa, ya'ni infosini olsam, u bilan mos kelsa, nima qilaman? Men merged list ochib oldim, to'g'rimi? O'shanga append qilib qo'yaman. Farqi yo'q qaysi birini. Ikkalovini ham anaqasi bir xil-ku, to'g'rimi? Bo'shi produktini deylik, misol uchun. Bo'shi produktini ana qilib qo'yaman. Get infosini olib qo'yib qo'yaman, ya'ni append qilaman. Endi keyin append qilgandan keyin bo'ldi, break bo'ladi. Bu nima break? Manba top bo'ldi-ku. Ya'ni bu qachon break bo'ladi? Misol termizni top bo'lgandan keyin break bo'ladi. Mana misol termiz qani misol? Yo'q ekan.
TV ga keldida bu yoqni aylanib o'tirmaydi, bo'ldi. Bu yoqdan keyin break qilib yuboradi, bo'ldi. Shu joyi break. Undan keyin current 2, ya'ni bo'sh Philip product. Endi Philip productini keyingisiga o'tkazib qo'yaman. Next. Get next deganim. Get next. Endi Philip productini o'tkazib qo'yaman. Agar men bu teng bo'lmasa o'tkazaveraman. Ya'ni bu teng bo'lmaguncha keyingisiga o'taveradi, next bilan. Endi xo'sh. Keyingi holatida biz produktdan chiqdik, to'g'rimi? Mana tushuntiroq, endi bu yerda yozmoqchi bo'lgan narsam endi bo'shni keyingisiga o'tkazishim kerak. Bo'shni keyingi produktiga o'tkazishim kerak. Get next. Keyingi produktiga o'tkazaman. Keyin oxirida return merged list. Merged listni qaytarib qo'yaman. Hozir qayta tushuntirib o'raman buni. Bizda merge same products kiradi, nima kiradi? Bo'shning produktlari bilan Philip produktlari kirish kerak. Keyin biz mergedni print qilamiz. Bo'ldi. Shu bilan hozir bizda bir xillari chiqish kerak. Get info product. Xo'p, xatoni topdim. Men bu kiritayotganda kallasini kiritishimiz kerak-ku, head deb kiritdim-ku o'zi. Shuning uchun hozir error beryapti. Hop, lst. Mana bizda nimalar bor edi? Shu o'xshashlarni mana kirmoshina, termiz, fen, choynak, fen bor, choynak bor. Yana nima bor? Kirmoshina bor, bir xil termiz bor, ikkalovida ham mana termiz bor. Xo'p, bizda ishladi bu narsa. Faqat tushunib olishinglar kerak bo'lgan narsa, b product tugamaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bittasini oladi-da, keyin ikkinchisi bo'yicha aylanib chiqaveradi. Ya'ni men bu qilayotgan ishim kirmoshinani olamanda bu narsani olib turibman. Birinchi termizga kelaman. Termiz bilan o'xshashmi, yo'qmi o'taman. Skavalkaga o'taman, choynakga o'taman. Teng bo'lmaguncha aylanib chiqaveraman. Misol topa olmadik deylik, bo'ldi, topa olmadi, o'tib ketadi. Topa olmasa, mana bu keyingi elementini oladi. Mana bu yoqdan chiqib ketadi-da. Keyingi elementini oladi, bo'shni. TV ni oladi, TV bo'yicha aylanib chiqib, keyin topa olmasa yana o'tadi. Misol termizni oladi, termiz o'xshaydi, bir-biriga mos keladi, kiradi, o'shani yangi link listga qo'shib qo'yadi. Keyingisiga o'tadi. Tushunishimiz kerak bo'lgan narsa hozir bu yoqda bitta narsa. Ya'ni kirmoshina mana bo'yicha birinchi mana bo'yicha loop ochib olaman, keyin uning ichida bu bo'yicha loop ochaman. Ya'ni bittasining ichida bittasi top bo'lganidan keyin ikkinchisi bir-biriga mos kelib qolsa, misol kirmoshina bilan kirmoshina bo'lib qolsa, qo'shib qo'yaman. Mos kelmasa, unda yana bo'sh produktdan o'taman. Ya'ni bo'sh produkti tugamaguncha men bu ichkaridagi loop ham tugamaydi. Bu break nimaga ta'sir qiladi? Birinchi while'ga ta'sir qiladi. Ikkinchi while'ga ta'sir qilmaydi. Ya'ni bo'sh produktini bittasini olib, har bittasi bilan solishtirib chiqish kerak. Keyin o'shanda men bitta nima deydi? Yangi merged listda mana ketma-ketlik bo'ladi. Xo'sh, bo'ldi, shu bilan videomiz tugadi, o'zi ko'payib ketdi. Mana rezultat to'g'ri bo'ldi. Keyingi videoda kutinglar, xudo xolasa, trailer adashmasam, trailer haqida gaplashamiz. Bo'ldi, bugungi shu. Rahmat hammaga.